Jizzax viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi majlislar zalida to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlarni ortiqcha sarf-xarajatlarni kamaytirish, yoshlarni to'g'ri tarbiyalash va oilaviy qadriyatlarni asrashga bag'ishlangan targ'ibot tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi vakillari, oqila ayollar harakati yetakchilari, boshqarma xodimlari hamda hududiy va tuman bo'limlari vakillari onlayn platforma orqali faol ishtirok etdilar. Davra suhbatida targ'ibotchilar tomonidan oilaviy tadbirlarni ixcham va samimiy o'tkazish, milliy qadriyatlarimizga yod bo'lgan turli ommaviy madaniyat ko'rinishlarining salbiy ta'sirlariga qarshi kurashish, oilada ma'naviyat va axloqiy muhitni mustahkamlash, ajdodlarimizning mustahkam oila, mustahkam jamiyat haqida o'gitlari asosida tarbiya jarayonini yo'naltirish masalalari keng muhokama qilindi. Shuningdek, ishtirokchilar tomonidan amaliy misollar, hayotiy tajribalar asosida fikr almashildi. Oqila ayollar harakati vakillari oiladagi uyg'unlik, mehr-oqibat, farzandlarni milliy ruhda tarbiyalash, ortiqcha isrofgarchiliklardan voz kechishning ijtimoiy ahamiyati borasida o'z tavsiyalarini bildirdilar. Davra suhbatimiz juda qiziqarli bo'ldi. Yoshlarimizni qiziqtiradigan masalalar, nima sababdan oilaviy ajrim bo'layotganligi, to'y marosimlarni keng dabdaba bilan o'tayotganligi, ularni qisqartirish yoki bo'yidek qanday illatlarga olib kelishi haqida suhbat qurdik. Men o'ylaymanki, mana shu yoshlarimiz, bizning kelajagimiz, o'zini kelajagi uchun hozirdan boshlab, bugundan boshlab yoki kechadan boshlab har tomonlama qo'llab-quvvatlasa, chiqarilgan qaror farmonlarda ijrosini ta'minlashda ular yordam bersa, yurtimiz bundan-da obod bo'ladi. Diyorimizning bir parcha yerini yo o'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarini, mana tabiiy boyliklarimizni asrab avaylasak, biz juda ham katta natijalarga erishamiz. Ta'kidlash joizki, viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan davra suhbati yoshlar ongida isrofgarchilikning zararli oqibatlarini tushuntirish, oila muhitini mustahkamlash va milliy qadriyatlarni asrab avaylashda muhim ahamiyat kasb etdi. Zero farovon jamiyatning asosiy poydevori sog'lom va mustahkam oiladir.